amerikanskiy bo'ldi. Yurtdagi level finishni bo'ldi. Nimada amerikanskiyda O'sha zo'r. Mashqa shpaklevkasi zo'r. Keyin finish shpaklevkasini man aytgan, u tez bo'lib ketadi. Unga maksimal skorost kerak, mana bu apparat bo'lsa, ishlatib olsa bo'ladi. Lekin ana baylik to'g'riladigan bo'lsangiz, arqadan ketayotgan shpakdan yurganini charchab qoladi. Mana orqasidan to'xtamay qamay ketish kerak-da. Masalan, boshqa shpaklevkalarda, masalan, vetnaytni ishlataman, sen ishlatib ko'rmagan, lekin bu yerda hozir sepdik-ku. Bu masalan ikkala finish shpaklevkasi. Yo'q, uch xil. Prospray. Ikki yil ishlatganman. Bu sizga qatgan yaxshi. Senga qotgani yaxshi. Kraskani o'zi ham masalan tez qurib ketadigan bo'lsa xolos bo'ladi. To'g'rimi? Betdan agar tez qatadigan bo'lsa shkurka yaxshi bo'lib qoladi. Keyin kimlar bor masalan polimer shpaklevkani klasslarda finish shpaklevkani. Shkurkasi qiyin bo'ladi. Boya aytibdi, kim aytadi? Polirovka bo'lib qoladi. Qancha kundan keyin shkurka qilasiz? Masalan siz finish o'rdingiz bugun. 3 kun. 3 kundan keyin shkurka qilgan paytda polirovka bo'lmashi kerak. Потому что u polimer shpaklevka surgandan keyin masalan 2-3 kunda u hali to'liq qurib bo'lmaydi. U masalan to'liq qurmagan polimer shpaklevka u polirovka bo'lmashi kerak. Masalan, keldingiz obyektga gipsokartonni fotolog. Gipsokarton shunday qilib ketgan, siz plyonkaga keldingiz, proyektlarni qo'ydingiz, yaxta zazor. Siz unga ba'zan proyektlar. Ya, men siz ba'zan nimada to'g'rilashingizni so'ramadingiz-ku siz. Yo'q, gipsokarton fotolog, proyektlarni to'g'rilagani lekin polimer emas. Polimer emas. Bu tegidek qalin yeydiganni men gips asnovalida to'g'rilayapman. Polimer kamar bor, mana ko'pchilik Instagramda. Mana shu O'zbekistonning ko'p ustalar aytgan gipsokarton ustidan proyektlarni to'g'rilaydi. Polimer bo'lmaydi, gips suvi bo'ladi. Gips suvi shpaklevka baylikga yaqinmaydi. Shunda polimerning shpaklevkani chegagiga gips suvi qo'yib turib, shuni uryapsizlarmi? O'zbekistonda. Ikkala variant. Chunki polimer pravilani to'g'irlaganda polimer baribir to'ldiroqda birinchisi chunki ham pravilada ichkarida o'qib o'sha
soniga ustida budjetga qilib birinchi gips deydi, yaxshi gips deydi, yana o'zi qo'shadi deydilar. O'shanda tekis davom qiladi. Duo va nimaga qo'shiladi? Gips asnova bo'lgandan hisobiga keyingi qatlam agar gipsda yana finishniga tortadigan bo'lsa, bir-birini shimib olmaydi. O'zi gips ustimiz tushgan sari shimib oladi, uni tekis torta olmaydi. Gips bo'lgandan hisobiga. O'shaning uchun agar unga pulga qo'shib olsa, uni shimilishini kamaytirib beradi. Bemalol usti ishlasa bo'ladi. Sizlar ham o'rganib ketasiz aka. Ustidan keyin ko'paytirgan nima bo'ladi? Qiyin bo'lmaydi. Gips bo'lganini hisobiga ikkili qo'yilgan anaqa aralashgandan keyin u shukurkaga yopishib qolmaydi, qaytanga to'kiladi. Shukurka to'lib qolmaydi, gips bilan nam bo'lib to'lib qolmaydi. Bemalol ish qilsa bo'ladi. setkada shukurka. O'zi bor. Faqat polimerdan nisbat. U gips buntovkani boshqa shimishligida, polimerni boshqa shishadi. Gips buntovka shimgani shishadi. Bir miqdorda shishadi. Polimer o'zgarmasdan chiqadi. Polimer cho'kishi mumkin. Polimer cho'kishi mumkin, lekin buntovka shimganida bu shishadi. Gips shishadi. Hali bir mana qoplaydi chiqayotgan polimerlarda ham ozgina gipsi bo'lmasa, baribir ichida shu narsa cho'kib ketadi baribir. Ozgina shu qo'shimchasi bor, endi bizdan baribir bekitishadi zavodlar. Lekin ozgina o'sha gipsning qo'shimchasi bo'lgandan hisobiga o'sha o'zini holatida turadi, baribir qoplagani qiladi. O'shani afzalligi ham katta o'sha. To'g'rimi? Chelaklikdan ko'ra qoplaydi. Bazviga to'g'rilashga. Men telefon har bitta materialni o'zlari bilgan zadachasi bor. Men shunga aytyapman. Gipsokarton kishib bo'ladigan bo'lsa, polimer bunaqa usul qilmas вообще. O'zi bor, mana siz so'rayapsiz menga. Bobur qarang. Ideально ровный потолок o'z zakashga kerak emas. Siz masalan kirsangiz kvartiraga o'tib, shunday qaragan paytingizda patologda hech qanaqa ubur, yama, tarafina bo'lmasa, zakashga shunga boshqa hech narsa kerak emas. Lekin siz kakmaster kedingiz, proyevani qo'ydingiz. Yaxta masalan agar 5 mm ga fishib bo'ladigan bo'lsa, u gipsokartonni gips bo'lsin, polimer bo'lsin, bunda смысл yo'q, uni to'g'riladi. Потому что siz kakmaster berasiz, грунтовка berasiz, без проявления shakta pasaylasizda, shunga pul berasiz. Lekin aslida zakashchilik to'g'ridan bo'lsa, demaydi. Tushunayapsizmi? Просто siz boshlab kelgan yilning bu важно bo'lgan начальник. Siz kakasi yig'ib bo'lgandan keyin уже курсlaydi, ko'rganingizda уже ishlay boshlaydi. Suyuqsiz bir soat turadi. Şimdi shunaqa zashlab turib, sekin-sekin so'z qiladi. Unda ham bilagi so'z Endi qarang. Yo'q, siz aytasiz. Agar siz bu yerga metr urundingiz, u действительно prima so'zlaydi turib, unda so'zlar qiladi. O'sha prima so'zlaydigan keyin ko'rganda so'z. shunaqa grundovkalar bor, ichiga singiydi. Lekin shakli soldiga to'ytirib qo'yadi bo'ldi. To'ytirib qo'yadi. Beton to'ytirib qo'yadi bo'ldi. Shuna shimilgan hosil qiladi bo'ldi. Biz agar shunaqa suygan joy bo'lsa, shunaqa qilib kelgan. Nimaga hammalar ko'tarmaydi shu joyda bizish. Agar qo'lni o'ynab ketgan bo'lsa, ustib tashlaymiz. Ozgina joylar bo'lsa, suv. Ozgina qancha? 12 joylarda 1 joylarda suv. Yo'q, masalan, qo'lni bo'lsa, qancha so'z bor? 5 million. Yarim santimetrdan o'zi siz o'zingiz ham tashlab qo'yishingiz kerak. Texnologiyalar ba'zida chiqadi. Ba'zida. Lekin men aytyapman, shu momentda sizda ishlash kerak. Masalan, mana shu gipsokarton pakot buzadigan bo'lsa, masalan, $10,000 tushadi. Lekin men shu situatsiyada masalan $1,000 bilan olib chiqib ketaman. Dayneyshin bu aslida gipsokarton ishlayapti. Shunaqa moment bo'lgan. Перед тем, как я сюда поехал,